Qadrdonlar, biz hozir qoplarimizni rodbin shkaturka qilyapmiz. Taxlab olib qo'yyapmiz. Buni musorga chiqarib yormaymiz. Nimagaki sababi endi tajribamizdan o'tib ketgan yosh ustalarimizga foydali bo'ladi. Devorlarimiz sloy qalin yeyapti. Yuqa yeydigan joylari ham bor. Uyda egasi tushunmashi mumkin, har xil holat bo'ladi. Balki siz uchastkasini qurayotgan bo'lishingiz mumkin. Balki uyda egasi safarda chet elda bo'lishi mumkin. Misol u bilmaydiki, misol mana hozir biz 180 qop tushirganmiz. Bu hali yetmaydi. Balki 500 qop, balki 300 qop ishlatarsiz. O'shana qilib taxlab, ish tugaguncha, ish topshirib olmaguncha olib qo'yishinglar so'rab qolamiz. Uni musorga chiqarib yoki yoqib, bir yoqqa tashlab, u ketib qolsa, unda keyin oxirida sizga qiyin bo'lib qolishi mumkin. Nimagaki, u uyda egasi ustachilikdan xabari yo'q. Bunaqa qalin sloy yeyishdan xabari yo'q devorda. U narsa qayoqqa ketdi? Nimaga meni 500 qopim, 300 qopim joyim oz-ku, qayerga ketishi mumkin degan savolni mana oxirida devoring shunaqa holatda edi. Mana seni keltirgan qoplaring hammasini sanab olish mumkin. Mana 300 qop yoki 500 qop deyishinglar mumkin. Endi har xil vaziyat bo'lib qoladi. Sen sotib olgansan yoki bir narsa qilgansan degan narsalar juda katta nima qiladi? Sizni o'zingizni oqlashingiz uchun. Endi hamma ham unaqa emas, shunaqa vaziyatlar bo'ladi. Kimdadir shunaqa holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib o'tib ketinglar. Biz o'zimizni boshimizdan o'tgan narsalarni, misol kafelnikilik bo'lami, gilat bo'lami, rodbin bo'lami, hammasini tahlab shogirdlarga aytsanglar, muammo emas, bir chekkada turib turaveradi. Oxirida endi so'rab qolsam, mabodo degan joyiga xudo xolasa yuzingiz yorug' bo'ladi. Kommentariyada yozib qoldirib ketamiz. Kimdir boshidan o'tgan bo'lishi mumkin. Biz o'zimizni boshimizdan o'tgan sizlarga maslahat berib o'tib ketyapmiz.